Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi Kia Sonet mashinamizga metan qo'yish ishlari ketmoqda. Bu mashinamizga 3 ta 30 talik metan balon joylab beryapmiz. Mana balonlarimiz yangi upakovka qopdan ochilgan, krayniklar qotirilyapti. Mana bittasini joylashtirilgan. Mana ug'unlikka tagiga rezinkalarni qo'yib, chiroyli qilib joylab beryapmiz. Hech qanaqa chana yasalmaydi. Chana yasalib qo'yilgan variant ham bor. U salgina slaviy bo'lib qoladi. Chana sinib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun ug'unlikka hammasini отдельно qilib, chiroyli qilib mana balonni qotirib berganmiz. Ishchana ketmoqda. Oldi qismiga miyasi Avansi DualJet 48 ga 4 Yevropa gazda original miyasidan joylab beryapmiz. Miyasini salonning ichiga qo'yib beryapmiz. Mang. Akkurat joylab beryapmiz. Oldi qismiga ishchalar ketmoqda. Italyanskiy Royal farsunkalar, originali X original reduktorlar bilan akkuratni qilib ustunuka beryapmiz. Zapravочныйлari ham chiroyli qilib plankalarga qotirib berganmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib ketishingiz mumkin. Ustunuka jarayon ketmoqda.